Hammaga assalomu alaykum. Yana sizlar bilan Everest Kambek va bugungi mavzu nasib bo'lsa deja-vu haqida bo'ladi. Deja-vu nimaligini ko'pchilik bilsa kerak. Deja-vu qanaqa? Siz bitta manzilda bo'lgan bo'lasiz. Masalan, bitta manzilda turibsiz, qanaqadir voqea bo'ldi. Oldingizdan mashina o'tib ketdi yoki qanaqadir uchib o'tdi va siz xuddi shu holatni oldin ham ko'rgansiz. O'sha holat xuddi sizda oldin ham bo'lgandek bo'ladi, lekin bu joyga birinchi marta kelib turgan ham bo'lasiz ayrim vaziyatlarda. Mana shu holatlar deja-vu deyiladi. Hozir deja-vuni birinchi qismlarga bo'lib o'rganib olamiz. Birinchi qismda deja-vu nima, ikkinchi qismda deja-vu haqidagi ilmiy faktlar, uchinchi qism deja-vu haqidagi diniy faktlar va undan keyin bundagi ayrim yechimlarni, o'sha deja-vu vaqtida nimalar qilish kerak, nima berilib ketmaslik kerak, shu narsalarni astral o'tgan videoda astral olam haqidagi mavzuni gapirgandik. Astral dunyo bilan dejavuni qanaqa bog'liqligi bor, shularni hammasini bir boshidan gaplashamiz. Xo'p, demak boshladik. Birinchi navbatda deja-vu nima? Deja-vu ong ostidagi qanaqadir bir holat bo'lib hisoblanadi, mavhum holat hisoblanadi. Deja-vu aynan insonni ko'z o'ngida bo'layotgan voqea xuddi oldin ham bo'lgandek ko'rinadi. Lekin aslida u deja-vu mavjud narsa emas. Ayrimlar o'ylashadiki, deja-vu odamning o'tgan hayotida bo'lgan voqealarni bildiradi. Lekin ilm-fan bunga 100% qarshilik qiladi, chunki inson bir marta tiriladi, bir marta o'lishi ilm-fanda aytiladi. Va yana ayrim dinlarda keltirilishicha inson 7 marta tiriladi. Inson oldingi hayotida qanaqadir hasharot ili hayvon bo'lib dunyoga kelgan bo'ladi, o'sha vaqt ko'rgan vaziyati bo'ladi deydi. Endi bular aniq isbotini topmagan. O'zi aslida deja-vu qayerdan paydo bo'lishi aniq isbot topmagan mavzu hisoblanadi. Hamma o'z fikrini turlicha bayonot qiladi. Kimdir sun'iy intellektdan, kimdir boshqa narsalardan, kitoblardan va boshqa ensiklopediyalardan olib ma'lumot beradi. Men ham sun'iy intellekt va ensiklopediyadan olingan ma'lumotlarga tayangan holda video ishlayapman. Xo'sh, deja-vu shunchaki xayolot bo'lishi mumkinmi? Albatta, deja-vu shunchaki xayolot bo'lishi mumkin. Masalan, o'sha qush oldingizdan uchib o'tib ketdi, bu sizga xuddi oldin bo'lgandek bo'ldi. Buni siz oldinroq masalan xayolingizda shunchaki o'ylagan bo'lishingiz ham mumkin. Shu narsa haqida. Masalan, qaysidir qush, oqqush haqida kitobdami nimalardir o'qigan vaqtingiz prosta xayolingizda ko'l bo'yida oqqush suzib o'tishi haqida o'ylagan bo'lsangiz, keyin o'sha vaziyatni ko'rganingizda deja-vu bo'lishi ham mumkin. Bu narsa aynan o'tgan hayotiga bog'liq odamni yoki u 7 ta hayotda yashaganligini bildiradi degan narsa emas. Mana shu oddiygina xayol bilan bo'lishi mumkin. Va keyin siz tushingizda ko'rgan vaziyat ham bo'lishi mumkin. Inson tush ko'radi, lekin uni 100% eslab qololmaydi. Ayrim tushlarni ertalab uyg'onganidayoq unutib yuboradi. Mana shu tushlar masalan keyin ko'z oldingizda o'sha voqea bo'lganda, miya uni birdaniga chalkashtirib yuborishi mumkin-da, xuddi oldin inson real hayotda ko'rgan vaziyatga o'xshatib o'sha deja-vu holati paydo bo'ladi. Bu ham deja-vuning bitta sabablaridan biri bo'lib qolishi mumkin. Keyin o'tgan mavzuda gapirganimiz astral olam. O'sha inson astral olamga tushganida, u ayrim insonlar uchun, faqatgina astral olamga sayohat qilgan insonlar uchun bu fakt. Lekin bu 100% fakt bo'lishi mumkin. Inson astral olamga tushganida ko'rgan vaziyatini real hayotda ko'rganda ham deja-vu holatida miya uni qabul qiladi. Xuddi oldin ham ko'rgan, lekin eslolmaydi. Mana shunaqa narsa. Lekin bitta narsa astral sayohat insonni xayolida 100% qoladi. Chunki unda ong bilan sayohat qilinadi va astral sayohat haqida oldingi videomda ko'rib bemalol bilib olishingiz mumkin. Xo'p, deja-vudagi ayrim yechimlar. Ayrim insonlar juda ta'sirchan bo'lgani bois deja-vuga judayam berilib ketadi. Xuddi mana shu holat rostdan ham bo'lgan, yonidagi atrofidagi odamlarga ham bosim bermoqchi bo'ladi. Holat manda oldin ham bo'lgan, lekin men bu joyga kelmaganman, qanaqa qilib nimadir bir savollar bilan ko'mib tashlashadi. Deja-vu vaziyatida hech qanaqa bu qo'rqinchli yoki psixologik holat emas. Deja-vu shunchaki har bir insonda uchraydigan vaziyat. Deja-vu har bitta inson hayotida hech bo'lmaganda 10 marotabagacha duch kelinadigan holatligi tasdiqlangan, aynan fanda.
Endi shu payt savol tug'ilib qolishi mumkin. Bu fanda tasdiqlangan deyilyapti, lekin ular har bir narsani tekshirib ko'rmagan-ku deyishi mumkin. Endi u yosh borasida ketgan. Masalan, 18 yoshdan 30 yoshgacha odamlar tanlab olingan nechtadir, 30 yoshdan 45 yoshgacha shunaqa yosh doiralari bo'yicha masalan 20 tadan 30 tadan odamlar tanlab olinib, ularni ustida o'sha ekspertiza olib borilgan. Shuni savol-javoblar, so'rovlar olib borilgan. Shulardan keyin bu narsa xulosa qilingan. Xo'sh, deja-vu qanaqadir miyaning yoki ongning aralashmasi bo'lishi mumkinmi degan savolga javob bersak, albatta, aralashma bo'lishi mumkin. Sizga birov gapirib bergan holat, masalan, kimdir tog'ga bordi sayohatga va sizga aytib berdi uni. Tog'da bunaqa holat bo'ldi. Masalan, o'rtog'im yiqilib tushdi. Вообще masalan qo'li nimadir bo'ldi, chiqib ketdi, sindi va boshqa narsa. Va masalan oradan 1 yil o'tdi, 2 yil o'tdi, siz ham o'sha tog'ga sayohatga bordingiz, shu holat sizda bo'lib qoldi. Rostakam sizlarni ham o'zlaringda masalan bitta o'rtoqlaring yiqilib tushdi. Bu narsa ham miyada deja-vu bo'lib shakllanadi. 100% bu narsa ham deja-vu bo'lib shakllanadi. Va mana shu paytda ayrim insonlar o'ylaydiki, bu mani hayotimda oldin bo'lgan-ku, bo'lganday bo'ldi-yu, lekin man bu tog'ga birinchi marta kelishim deb o'ylaydi. Aynan mana shunaqa vaziyatlarda eslashga harakat qilib ko'rish kerak. Lekin eslab olinmaydigan vaziyatlar ko'proq bo'ladi va bu deja-vu holatiga hech qanaqa panikaga tushish tavsiya etilmaydi. Hech qanaqa, panikaga, psixologik qanaqadir travmaga duchor bo'ladigan narsa emas deja-vu. Har bir inson hayotda uchraydigan, muvaffaqiyatga erishib ketgan insonlardayam, endi kambag'al deyish noto'g'ri, muvaffaqiyatga umuman uchramagan insonlarning hammasida deja-vu yuzaga keladi. Kanalni kuzatib boringlar, layk, podpiska, komment kutib qolamiz. Keyingi videolarni ham kuzatib borishlaringizni tavsiya qilaman. Har xil mavzu. Keyingi video taxminan paradoks haqida bo'lib o'tadi. Paradoks bilan parallel olamlar haqida gaplashamiz. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Everest Kambek bo'ldi.